Assalomu alaykum, hurmatli hamkasblar. Men Ichki ishlar organlarining raqamli inspektori, inspektor Ayman. Bugungi mavzumiz ichki ishlar organlarida jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari bilan ishlash tartibi. Sizga savol: murojaat o'zi nima? Murojaat bu jismoniy yoki yuridik shaxsning davlat organiga ma'lum masala bo'yicha bergan taklif, ariza yoki shikoyati. Jismoniy shaxs murojaatida familiya, ism-sharifi va yashash manzili. Yuridik shaxs murojaatida tashkilot nomi va manzili ko'rsatilishi shart. Murojaatlar quyidagi shakllarda bo'lishi mumkin. Og'zaki murojaat. Fuqaro shaxsan kelib yoki telefon orqali o'z muammosi yoki taklifini bildirishi. Yozma murojaat. Ariza, shikoyat yoki taklif shaklida yozma tarzda taqdim etilgan murojaat. Elektron murojaat. Internet orqali, rasmiy veb-saytlar, elektron pochta yoki maxsus portallar orqali yuborilgan murojaat. Barcha murojaatlar qonunga muvofiq qabul qilinishi va ro'yxatdan o'tkazilishi shart. Ichki ishlar organlari xodimlari murojaatlar bilan ishlashda quyidagi talablarga amal qilish kerak. Murojaatni qabul qilib, uni belgilangan tartibda ro'yxatga olish. Murojaatni xolis va har tomonlama o'rganish. Zarur hollarda qo'shimcha ma'lumotlar yig'ish. Murojaat etuvchiga qonuniy va asoslangan javob berish. Qonunchilikka muvofiq murojaatlar belgilangan muddatlarda ko'rib chiqilishi shart. Ariza va shikoyatlar odatda 15 kun ichida ko'rib chiqiladi. Agar murojaatni o'rganish uchun qo'shimcha tekshiruv yoki ma'lumotlar talab etilsa, ko'rib chiqish muddati 1 oygacha uzaytirilishi mumkin. Takliflar odatda 1 oy muddatda ko'rib chiqiladi. Agar murojaat ichki ishlar organlari vakolatiga kirmasa, u 5 kun ichida tegishli davlat organiga yuboriladi. Murojaat ko'rib chiqilgandan so'ng, murojaat etuvchiga yozma yoki elektron shaklda asoslantirilgan javob yuborilishi shart. Qonun talablariga muvofiq murojaatlar bilan ishlash tartibini buzish holatlari uchun mansabdor shaxslarga nisbatan javobgarlik belgilangan. Quyidagi holatlar qonunbuzarlik hisoblanadi. Murojaatni qabul qilishni qonunga xilof ravishda rad etish. Kelib tushgan murojaatni belgilangan tartibda ro'yxatdan o'tkazmaslik. Murojaatni ko'rib chiqish muddatlarini asossiz ravishda buzish. Murojaat etuvchiga yozma yoki elektron javob yubormaslik. Murojaat bo'yicha qonunchilikka zid qaror qabul qilish. Murojaat natijasida buzilgan huquqlarni tiklamaslik. Murojaat bilan bog'liq shaxsiy yoki xizmat ma'lumotlarini oshkor qilish. Agar mazkur qonunbuzarliklar sodir etilsa, mansabdor shaxslarga nisbatan ma'muriy javobgarlik qo'llaniladi. Bunda qonunga muvofiq 1 dan 3 bazaviy hisoblash miqdorigacha jarima solinishi mumkin. Agar ushbu qonunbuzarliklar natijasida fuqarolar yoki davlat manfaatlariga jiddiy zarar yetkazilsa, u holda mansabdor shaxsga nisbatan jinoiy javobgarlik belgilanadi. Bu holatda quyidagi jazo choralari qo'llanishi mumkin. 25 bazaviy hisoblash miqdorigacha jarima, 300 soatgacha majburiy jamoat ishlari, 2 yilgacha axloq tuzatish ishlari. Xulosa qilishimiz mumkinki, Ichki ishlar vazirligi tizimida har bir xodim murojaatlar bilan ishlashda qonun talablariga qat'iy rioya qilishi, murojaatlarni o'z vaqtida va adolatli ko'rib chiqishi zarur. Bu fuqarolarning huquq va qonuniy manfaatlarini himoya qilish hamda davlat organlariga bo'lgan ishonchni mustahkamlashga xizmat qiladi. E'tiboringiz uchun rahmat.